ro'zada odam qiynalish kerak-da. Ba'zi birlar ro'zani qiynab bo'lmaydi deydi-yu, chillatib olish kerak. U bo'lmagan gap. Ro'zador odam qiynalish kerak. Ro'za tutishdan maqsad sen qiynal, 11 oy qiynalmading. Nimaga? Xohlagan paytingda suv ichding. Xohlagan paytingda ovqat yeding. Xohlagan paytingda yotding. Endi tur xatmida. Endi xohlagan paytingda suv ichalma, xohlagan paytingda ovqat yeyolmagin, och qolgin ki ochlar nima qana yashayotganini bir ko'zingni oldiga keltir. Bu bittasi. Ikkinchisi, Alloh iftorlik paytida dasturxonni yozib qo'yib o'tiramiz-ku. To'g'rimi? Ha, 20 minut qoldi, 15 minut qoldi o'tiramiz, ha? Hamma narsa yoshligidan ma'lum, mahir. Ha, bugun mindayligidan nos sigaretni boshlagan bola, mindayligidan kartani o'ynagan bola, mindayligidan o'yin kulgilarga berilib ketgan bola ertaga nima bo'ladi? Qarashki 19 yoshli kunda diskotekadan olib chiqasin, tungi klublarni. 100%. Kimga yoqadi, kimga yoqmaydi, buni ham menga qizig'i yo'q. Bu 100% gapiraman buni. Tarbiyali oilani o'g'li qizi diskotekaga kirmaydi. Bu 99 emas bu, 100%. Siz qarang bir go'zalligini. Alloh taolo aytayaptiki, odam bolasining hamma qilgan amali o'zi uchun. Faqat ro'zasi men uchun. Mana shu so'zga e'tibor beraylik. Namozingiz o'zingizga, sadaqangiz o'zingizga, zakotingiz o'zingizga, hajjingiz o'zingizga, o'zingiz uchun qilasiz. Faqat ro'zasi men uchun deyapti. Va mukofotini ham o'zim beraman. Aytdi-ku, hech kim ko'rmaydi-da bu ro'zadorligingizni.